Назма, неужели вы пришли? Неужели есть человек, который больше меня опаздывает? Извиняюсь, конечно. Вот так вот, как всегда. Идемте, моя дорогая. Вот она тоже опоздала. Каримахон тоже опоздала. Вот Опаджон опоздала. Все опоздали. Лабарапа, идите сюда. Вот, вы тоже опоздали, да, бесстыжие. Sizlarda ham bormi? Shunaqa do'stlar, doim kech qoladigan. Do'stlar, men sizlar bilan o'zimni qizlarim bilan tanishtirmoqchiman. Demak, bu Nafisani o'zini butiki bor. Demak, Tilla butiki, Anafi degan brend. Tanishlar ko'pchiliklar. Bu esa meni singlim, prodyuser, rejissyor, tur firmasi bor. Ko'p narsalar bor, Karima. Seni ham tanishadi, meni auditoriyam. Bu esa Nozim opa, Jotem Wedding Salon. Demak, hamma chiroyli ko'ylaklar, to'y libosingiz kerak bo'lsa, albatta Jotem Nozim opamga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Bu esa Lobar Jonova bo'ladilar. Bu esa kichkina qizaloqlarim. Demak, Lobar Jonova forumi asoschisi, zamonaviy forumi asoschisi va albatta 5 ta farzandni onalari bo'ladi. Многодетная mama deyishadi-ku shunaqa. Chiroyli krasavitsa Elmira opam tanishinglar. Demak, Camilfo Wedding Salon, to'y libosining saloni va albatta Heavens Gardens joyini, gostinitsani va juda ham chiroyli zona отдыха deydi-ku, kurort joyini asoschisi bo'ladi. Va albatta bu esa mening ablam doktor Muxlisa. Yaqinda doktor Muxlisa o'zini kosmetologik klinikasini ochdilar. Biz hammamiz o'sha yerga ochilishga bordik. Mana shunaqa chiroyli qizlarim bor, do'stlar. Сочетаемо? Сочетаемо считать. А раньше не сочетаемо, нельзя было не сочетаемо делать. Все нужно было в одном стиле одеваться. А сейчас вот это авангард стиль. Ты можешь его мешать все что угодно. Можешь даже кроссовки одеть, с выходным платьем одеть вот такие очки. Это считается круто. Да, да. И какую-нибудь руку, какой-то большой рюкзак уже по-другому. Я раньше не разбирался вообще. Да? Короче, мне кажется, что у Муниса до сих пор осталась эта память детства, где она Это же мне очень уроды модно, делала. очень модно. А? Я чуть на индуза ты издеваешься? Ну согласись, это лучше. Нет, скажи, я садгуру. Ну тогда вот так. С оранжевым. Нет, просто сейчас это модно. Еще в оранжевом. Вам тоже в детстве сестры вот так тянули волосы? У меня тоже. Какое счастье. Она еще мне марку на голову одевала. Конечно. Вот так лучше. А? Да, так лучше. Все, я не Садгуру? Нет. Я вот всю жизнь. Demak do'stlar, biz bitta qarorga keldik qizlar bilan birgalikda. Men o'zimni auditoriyamdan, demak, o'zimni Instagram stranitsamdan, o'zimni ichimdagi eng zo'r muxlislarimdan birini, даже birini emas, 3 tasini olamiz, a? Da. 3 ta qilaylik, bitta emas. 3 ta odam, demak, 3 ta qizni biz tanlab olamiz, Toshkentga olib kelamiz va ular bilan birgalikda bir hafta mobaynida ular bilan birgalikda o'zgaramiz. Demak, ularni do'y и после degan holatini men ko'rsataman. Ular bilan birgalikda mana shu 3 ta qiz bilan birgalikda biz o'zgaramiz. Ham ruhan, ham tashqi ko'rinish, albatta. Shunaqa darajada o'zgartiramiz ularni uydagilari, ota-onasi, ayniqsa yaqinlari va farzandlarigacha hech kim tanimaydi do'stlar. Bu taklif sizlarga yoqdimi? Demak do'stlar, ertaga men 3 ta qizni tanlab albatta e'lon qilaman. Meni kuzatishda davom eting. Biz esa spaga ketyapmiz.